Quvvat oddiy bo'layotganda vaqt birligida bajarilgan ish. Qisqacha boshini o'zlaymiz. Vaqt birligi ichida bajarilgan ishga quvvat deyiladi. 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 Karşı quvvatni nazarda olsa T harfiga yoki katta N bor. Normal reaks uchun o'shanda Hozirda quvvat so'rayapti. N'larga yozsak, N teng A S A taqsim. Birligi bizga ketadi. Shunda mana bu formulani yozib N birligi hisoblanadi. N quvvatni birligi hisoblanamiz. Ish birligi Joule vaqt birligi joule taqsim joule taqsim sekund deb yoki mana bu quvvatning bir ya'ni vaqt qo'shimcha vaqt megavat gigavat javob yo'q bo'ldi. Hop, sabr qil. Endi esa foydali quvvatlar bor. Ularga tushunamiz. Biz endi faqat tekst xarid uchun ifodani olishimiz qaraymiz. Endi endi bajargan ishimiz bajargan ish bizni bo'lsin bajargan taqsim S mas'ul bizni bo'lsin va bajargan taqsim bilan endi bajargan quvvat bajargan ishda Fs topilgan S javobini bajargan talab sarflikda endi foydali quvvatga teng F yarab V olsam bo'ladi. Bu qaysi harakatlarda kelib harakatlarga istimol. Bu foydali bo'ladi. Havolar ish qaranish kuchini ifodalab berilgan bo'lsa, biz uni ehtiyot qilamiz, tamom. Endi misol uchun ish qaranish bilan u tekis harakatlar bo'lsin. Ya'ni bu degani tortuvchi kuchim ish qaranishi eng qo'yadi. Mu m g ga agar kuch buchiga osirlasizki bo'lsa, bizlar friksiyasiyani Fs qo'shimcha bo'ladi. Ish qaranish yo'q bo'lib qolsa, Fs qo'shimchani harakatlanishimiz. Hop, F ga F va qo'shimcha bo'ladi. F va qo'shimcha. F qo'shimcha. Bu qaysi vaziyat? Uchasida. Uchak. Endi odamlar bu boshli masala chiqaradi. Endi bizda bu oxirdagi masalalarda bu bir dasturxonli masalasidir. Formulalar allambalo ko'p tomonli. Ya'ni necha 15 bilan 16. Bu o'zi vahim emas. Buni ketaveradi faqatgina ya'ni meni o'tkazib qo'ygan. 15 ta. Masalan, n bo'lgan avtobus V tezlik bilan qiyaligi atib bo'lgan tepalikka chiqyapti. Dvigatelning quvvati n ga teng. Ishqalanish koeffitsiyentini aniqlovchi ifodani toping. U topish. Xo'p, endi 16-sida dvigatellarning quvvati n birlik bo'lgan ikkita yuk mashinasi bor. Ya'ni bitta mashina bor, ikkinchi mashina bor. Birisining quvvati n1, ikkinchisi esa n2. Xo'p, aytish bo'yicha ular deyapti, munosabati birinchisi V1, ikkinchisi V2 tezlikda bilan harakatlana oladi. Agar ularni arqon, tros arqondan tashlasak, harakatlanish tezligi qanday bo'ladi? Demak, quvvatlari N1 va N2 bo'lgan mashinalar o'zaro V1 va V2 tezda harakatlanadi. Endi biz uni bir-biriga ulab qo'ysak, ular birgalikda qanaqa tezda harakatlanadi o'qinyapti. Shu masalalarni endi bir ko'rib chiqamiz. Birinchisi 15-yaxshilab qarab turamiz.
Xo'p, massasi m bo'lgan avtobus v tezligi bilan qiyaligi alt bo'lgan tepalikka chiqyapti. Bu yerda men hech qanday bir tezlanish haqidagi gap ko'rmadim, so'z ketmadi. Shuning uchun tezlanishga yo'l qo'ying. Tekst harakat tortib ko'rishimiz mumkin. Xo'p, bilamizki uni qanaqadir narsani tortish kuchi bor. U yuqoriga qarab chiqyapti, biroq v tezligi bilan. Xo'p, uni pastga tortar doim kim? Surovchi va sirt orasida chiqarish kuchi bor. Xo'p, endi biz bu yerdan F tortishni masalan tekst tortayotgan bo'lsa, surovchi kuch bilan chiqqan kuchlarning yig'indisi nima teng bo'ladi? Tortish teng bo'ladi. F tortish kuchimiz. F surovchi kuchidan F chiqarish kuchi. Surovchi kuchini bilamiz. mg sinus alfa kuchidan u mg cosinus alfa. Bu tortish kuchimiz. Endi shu tortish kuch ta'sirida bu simni yuqori surib chiqyapti. Yana endi antaqsim mayli temada. Xo'p, endi xuddi mana shu joydan bizni ifodalasak. Endi o'zimizga ha? Endi o'zimizga borishimiz to'g'ri. Ha, ifodalash demaydi. A deganda endi f s to'g'ri. F ko'paytirilgan s taqsim t. S endi bizda masofa v de x qiladigan shu mana unga ketadi, to'g'ri? Biz bu tortishimiz bor. S ni yo'rsam men f karra v taqsim v taqsim t. F v hop. Bu ending. F kuchimiz mana bu. Bundan mg lar chiqarib olsam bo'ladimi? Mg lar chiqarib olsam mana bu yerda v ham bor edi. Hop. Chiqarmasam shuni kerak. Bir zo'r xavf ochilamiz birinchi o'rin. Hop. Ending. F xavf ochilsam mg v sinus menga mana bu mu kerak. Bu kishi vaqt ayashga o'tadimi? Keyin qolgan narsalarni mg v ko'rsatib bo'lishib tushadi. Shunday. Mu teng bu vaqt ayashga o'tganda n minusdan mg v sinus alfa taqsim mudan bag'diy bo'lishib tushadi. Bu chiqarilish kerak. Tushunarlimi? Ancha. Mana shu 15 pasalarni tarifini shartni ko'chirib ko'rib keyingisi 16. Xo'p, 16. Dvigatellarning quvvatlari embrionik bo'lgan ikkita yuk mashinasi mos ravishda bir-biriga tezlik bilan harakatlanmoqda. Agar ularni tros bilan tutashtirsak, harakatlanish tezligi qanday bo'ladi? Tabii ham F dan keladi. Demak, endi birinchisining quvvati F1 ko'paytirilgan V1. Ikkinchisining quvvati nima bo'ladi? N2 F ko'paytirilgan F2 ko'paytirilgan V2 bo'ladi. O'zini tezliklari, o'zini nimasi bor? Quvvatlar aloqador. Endi biz N umumiy quvvatni ifodalamoqchimiz. Umumiy quvvat N1 plusdan N2 bo'ladi. To'g'ri? Aytmasam biz buni ifodalab qo'yamiz. F umumiy kuchimiz ko'paytirilgan ve desem bo'ladi. Xo'p, endi yo'lni boshlaymiz. F minus birini ta'sirlayaptimi? Kuchlar qo'shlar. Men mana ularni alohida topib olaylik. N1 N2 yoki so'raylik. N1 degani F1 kara V1 plusdan N2 degani F2 kara ve F umumiy F1 plusdan F2. Xo'p, endi umumiy. Bizdan umumiy so'rayaptimi? Bu bog'liksa degan narsa.
Xo'p, bu yerda endi bizda shunisi xolosmi? Mana asosan shu. Yoki bu yerdan ular umumiy tortish kuchi, bir yerga tortish kuchi, ikkovini tortish kuchi degan sistema bo'ladimi? Hektarlar kelish. F tortuvchi kuchi, umumiy kuchimiz agar umumiy kuchimiz mana buni. Mana bu kuchisi umumiga n1 + n2 taqsim F1 degani n1 taqsim 1 plus n2 taqsim 1 bo'lganda mana shu bundan qo'yamiz. Xo'p, n1 va 2 plus n2 taqsim 1 yarada. Umumiy kerak. Bu faqat bitta o'tsa, bu konsiga tushirib, balki bir ish o'tadi. n1 + n2 o'tganda n1 + n2 1 karra 2 taqsim pastga bo'lishi o'tishdi. n1 va 2 n2 endi o'zim hali o'siga qushda bu manbaga tegadi. Qushdagi uni topib qo'ysa bo'ladi. Yaxshi uni o'zini topib o'tayotgan F1 va F1 va F2 va 2 dana. biza quvvat bo'lib ketib qoldi, quvvat kerak. Mana shu kuchlar bor. n1 n2 taqsim F1 taqsim n2 bo'ladi. Boshqa yerda biz ehtiyoj olsa ham bo'lardi desam. Bunlarda n1 taqsim 1 n2 taqsim 2 topam. Bitta chiqadi. Xo'p, quvvat. Bitta nimaga yozamiz. Quvvat deganimiz o'zi vaqt bilan ishlaydigan ish ekan. Любой ishlaring, biz shu mexanik o'rgandik-ku, elastik tushunishi va hokazo ishqalanish, qarshi kuchlar olish, hamma ish. Biz ixtiyoriy ishda harakatlanish vaqti bo'lsak, bu o'sha ishda ish harakatlar degan quvvat beradi, saqlangan quvvat. Endi taqsimda, biz uni javob taqsimda yoki masalan watt bilan qo'yamiz. Endi tez taqsimda esni yordamida va bundan kelib chiqdi foydali foydali tekis harakatlangan holat uchun F keladi yoki masalan ishxonachi uchun MMG-da, yoki kuch burchi yo'satib yozadi, F qo'shib yozadigan bir qolar edi. Endi biz 15-masalada ko'rdikki, avtobus qayerdagiga af bo'lgan, qayerdagiga bo'lib yuqoriga tekis harakat qilib chiqyapti. Savol, bunda mana bu sirt orasidagi ishqalanish koeffitsiyenti qanday bo'lganini topingda. Men nima qildim? Bitta avtobus qo'ydim va uni tortuvchi kuchi bor yuqoriga va u pastga ishqalanish kuchlariga va suruvchi kuch tortgani uchun tekis harakat qilish shart ekanda v konstant bo'lishi uchun tortuvchi kuchini ikkovining yarmisi teng bo'lishi kerak bo'ldi. Va bularni men yoyib oldim. Tortuvchi kuchiga chiqdi. Endi biz mana bu yerda ko'rdikki, endi yana F karra V. Endi F karra V ga pul oldimda. Endi o'rniga ifodalayapman. Bir to'la F o'rniga buni qo'ydim, tortuvchi kuchini. Bir to'la V bilan qarashni ochib oldim. MG va sinus alfa, MG va kosinus alfa qoldi. Xo'p, bu yerdan mu topdim. Bu vaqt ayirish bo'lib, MG va kosinus alfa esa bo'lish bo'lib shunda mu teng n minusdan MG va sinus alfa taqsim MG va kosinus alfa teng. Bu o'sha yuqoriga chiqayotgan vaziyatdagi ishqalanish nimasi bo'ldi? Koeffitsient bo'ldi. Keyin aytayotganki, birinchi avtomobilda quvvati n1 bu harakatlanmada v1 tezlikda. Ikkinchisi tez quvvati n2, uni tezligi esa v2. Endi agar biz ularni bitta ulab qo'ysak, ular birga qanaqa tezdan harakatlanadi degan vaziyatda, ular endi bitta ulab bo'lganda ular tortish qo'shiladi uchun bir tortish olsak, tezroq, ko'proq kuchni tortadi. F natijada F1 bo'lsa F2 yo'q. Masalan, shunda F umumiy deganimizda umumiy kuchimiz mana deb qo'yilganda, kvadratda o'lchibsa n1 + n2 taqsim va nima bo'ladi? F1 deganimda topsam n1 taqsim v, n2 taqsim v. Masalan desam, bunga qoldi, bizga kerak bir umumiy. Bu faqat bunga bo'lishib tursa, shunda n1 + n2 bo'lgan taqsim. Bu umumiy tezlik. O'sha tutashtirib qo'ygan vaziyatdagi sistemani olgan umumiy tezlik. Mana shunaqa masalalar bo'lsa, sekin xolasalarni keltirib, xolasalarni mana shu bilan yodlasangiz. Yodlaganlarda keltirib olish oson bo'ladi. Dinamitda esingizga oladi. Hozirgi ishlarning oxirgi masalani haligi avtobusda o'tirganda og'riqchi qarshi shifodorlarni yanada bu ham keltirilgan yanada kimlardir esda bor, kimlardir yodlaganlar ishlarni qo'yganlar. Bilan shu bilan yozib olib quvvat xolos bor yo'q.
Agar elastik kuchidagi quvvat yo'qolmasa, Fga K delta X kerak.